Aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin, fursat g'animatdir shoh satrla, bezamoq chog'idir umr daftarin. Shuhrat qoldirmoqqa Gerostratdek, Diana ma'badin yoqmoq shart emas, ko'plarning baxtiga o'zlikni jamlab, shu ulug' binoga bir g'isht qo'ysak bas. Har lahza zamonlar umridek uzun, asrlar taqdiri lahzalarda hal, umrdan o'tajak har lahza uchun qudratli qo'l bilan qo'yaylik haykal. Hayot sharobidan bir qultum yutay, damlar g'animatdir, umrzoq soqiy, quyosh-ku falakda kezib yuribdi, umrimiz boqiydir. Umrimiz boqiy. Ma'naviyat qalb ko'zgusi rukunidan beri borilayotgan eshittirishimizning bugungi sonini bejizga atoqli shoirimiz G'afur G'ulomning vaqt haqidagi she'ri bilan boshlamadik. Eshittirishimizning bugungi mavzusi vaqt haqida. Mavzu doirasida so'z yuritish uchun studiyamizga Imom Termiziy Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi direktori o'rinbosari, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Karomiddin Jamahmatovni taklif etganmiz. Domla, studiyamizga xush kelibsiz. O'tayotgan har bir lahza inson hayoti va umrining bir qismidir. Ulamolar o'tayotgan vaqt haqida shunday deganlar: vaqt betaraf bo'lmaydi. Yo senga qadrdon do'st yoki ashaddiy raqib bo'ladi. Ya'ni o'tgan vaqt insonning yo foydasi yo zarariga hujjat bo'ladi. Bundan ko'rinadiki, vaqt eng mukammal ne'matdir. Uning behuda o'tayotganligiga faqatgina undan foydalanmayotgan insongina aybdordir. Shuning uchun vaqtning qadriga yetgan zohid tobiinlardan biri Omir ibn Abdu Qaysga bir kishi menga biror narsa gapirib bering deganida, unga quyoshni ushlab tursang gapirib beraman. Ya'ni vaqt to'xtovsiz o'tib ketaveradi. Hech ortga qaytgan emas. Uni qo'ldan boy bergan odam o'zidan ko'rsin. Endi uni topa olmaydi. Chunki har bir vaqt o'z haqqiga ega. Kecha qilmagan ishimni bugun qildim-ku degan odam o'zini aldayapti. Xolos, men vaqtimga xiyonat qilmayman. Xafa bo'lma, vaqtim yo'q degan ekanlar. Shu bois ham vaqtni inson sarf qiladigan asosiy dastmoya deydilar. U qanchalik ko'p bo'lsa ham ozdir. Oz bo'lsa-yu barakali bo'lsa, u ko'pdir. Shunday emasmi, domla? Islom vaqtning qadr-qimmatini bildiradigan va uni juda e'zozlaydigan din. Vaqt go'yo hayot kiyimi to'qiladigan iplar bo'lib, uning pishiq va nafisligiga qarab hayot aziz va bebaho bo'ladi. Agar iplar yomon va to'zigan bo'lsa ham, hayot ham tuban, bema'no va mazmunsiz bo'ladi. Vaqtning yana bir xususiyati, agar u o'tib ketsa, qaytib kelmaydi. Vaqt inson sarf qiladigan asosiy dastmoyasidir. U qanchalik ko'p bo'lsa ham ozdir. Oz bo'lsa-yu barakali bo'lsa, u ko'pdir. Inson o'z hayotining har bir daqiqa va lahzasidan unumli va barakali foydalanib, uni yaxshi amallar qilishga sarflashi vojibdir. Shunda u Hazrati payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytgan hadis-i shariflari mazmuniga muvofiq ish tutgan bo'ladi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: qiyomat kunida bandaning qadami to 4 narsadan so'ralmaguncha joyidan jilmaydi. Umrini qanday o'tkazgani, yoshligida nima qilgani, molini qayerdan topib nimaga sarf qilgani, ilmiga qanday darajada amal qilgani haqida deyiladi. Islom ta'limoti yalqovlik, loqaydlik, beparvolik kabi ijtimoiy illatlardan uzoqda bo'lishimizga, undan panoh tilashimizga amr qiladi va har vaqt, har kuni erta turishga va xayrli amallarni qilishga hamda yoshlik, sihat, salomatlik, boylik, bo'sh vaqt va dunyo hayotini g'animat bilishga chorlaydi. Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam nasihat qilib, 5 narsani 5 narsadan oldin g'animat biling. Birinchi, keksalikdan oldin yoshlikni, betoblikdan oldin salomatlikni, faqirlikdan oldin boylikni, bandlikdan oldin bo'sh vaqtingni, o'limingdan oldin tiriklikni g'animat biling dedilar. Buyuk olim va voiz Imom Hasan Basriy rahmatullohi alayhi aytadilarki, har kuni tong yorishganda Alloh taolo tomonidan bir jarchi: ey odam bolasi, men yangi kunman. Sening barcha amalingga guvohman. Mendan bu kunda solih amallar qilib foydalanib qol. Chunki men to qiyomatgacha senga qaytmayman deb jar soladi. Inson aziz umrini va oltindan ham qimmatli bebaho vaqtini g'animat bilishi lozimligini Qur'oni Karim oyatlari shunday talqin qiladi. Axir biz sizlarga eslatma oladigan kishi eslatma olgudek uzun umr bermaganmidik? Sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar ham kelgan edi-ku. Ulug' ajdodlarimiz kunlarini
vaqt va soatlarni foydali ish qilishga, go'zal axloqiy va ilmiy darajalarga yetish yo'lida sarf qilishda doim ogoh va sergak edilar. Shuning uchun ham ularning bugunlari kechagisidan, ertangi kunlari bugungisidan a'lo va afzal bo'lardi. Ular vaqt qilichdir. Agar sen uni kesmasang, u seni kesadi degan hikmatli so'zga amal qilishgan. Bir kitobda shunday jumlalarni o'qigan edim. Falak va yer tinim bilmay aylanar ekan. Insonlar holati ham yengillik va qiyinchilik, boylik va kambag'allik, salomatlik va xastalik, xursandchilik va mahzunlik, mashaqqat va rohat orasida aylanaveradi. Ushbular oqil kishilarga bir dars, qalbi borlarga pand va nasihat, ko'zi ochiqlarga ibratdir. Ammo aql egalari tafakkurdan, qalb sohiblari shuurdan, ko'z egalari ibrat nazaridan mahrum bo'lsalar, ular uchun kecha va kunduzning almashinuvi hech qanday ma'no kasb etmaydi. Hayotning bir lahzasi tansiq umr o'lchovi sanaladi. Vaqtning inson hayotidagi o'rni va ahamiyati haqidagi fikrlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz. Har birimiz o'tayotgan kunimiz, vaqtimizdan ibrat olmoqimiz lozim. Zero kecha va kunduz yangilarni eskirtiradi, uzoqlarni yaqin qiladi, umrlarni qisqartiradi, yoshlarni qaritadi, keksalarni foniylik sari yetaklaydi. Hukamalardan biri shunday deydi: kim kunni bekor o'tkazsa, bir yaxshi amalni qilmasa, insonlarga chiroyli so'z yoki yaxshi muomala qilmasa, bir ilm va ma'rifat hosil qilmasa, u kuniga jabr qilib, o'ziga zulm qilibdi. Dono xalqimizda bir maqol bor. Unda shunday deyiladi: ya'niki vaqting ketdi, baxting ketdi. Ha, vaqt go'yo ulug' baxt kabidir. Uni g'animat bilmaslik katta gunohdir. Kunlar, vaqtlar tinmay o'tsa-yu qaytib kelmas daqiqalarimizga beparvo bo'lsak, bundan pand va nasihat olmasak, ikki dunyo saodatiga aslo musharraf bo'la olmaymiz. Albatta, oqil va donishmand inson atrofga ibrat nazari bilan boqadi. Dunyoda kechayotgan hodisa va o'zgarishlarga oltindan qimmatli vaqtini qadrlash zarurligini qalbida tasdiqlaydi va shunga muvofiq ish tutadi. Ulug' pir va murshidlaridan biri Hoji Bahovuddin Naqshband hazratlari bunday deb marhamat qilganlar: kim vaqtini zoya ketkazsa, vaqt uning dushmaniga aylanadi. Nafasning zoya bo'lishiga yo'l qo'ymang va undan ehtiyot bo'ling. Donishmandlardan biri shunday degan ekan: 3 kunlik dunyoni bir kun deb hisobla. Bir kun o'tib ketdi, yana bir kuni keladimi, yo'qmi, Alloh biladi. Sen hozirgi kuningni g'animat bilib, harakatdan to'xtama. Biz uchun umrimiz necha kundan iboratligi emas, balki bugungi kunimizda ayni lahzalarda qanday yashay olishimiz muhim. Bugunimizni, hozirimizni qanday o'tkazishimiz ahamiyatli. Zero ulug'lar aytganidek, odamzod hayoti tejalgan vaqtga qarab uzayadi. Jamiyatimizdagi barcha insonlar, ular kim va qanday mavqega ega bo'lmasinlar, ayniqsa kelajagimiz bo'lgan yoshlarimiz, aziz farzandlarimiz oltindan qimmat vaqt va undan unumli foydalanish va uni g'animat bilishi lozimdir. Buning uchun har bir kishi hayotdagi mas'uliyatini chuqur anglagan holda ish tutmog'i lozim. Shuning uchun yoshi ulug' keksalarimiz, muhtaram ota-onalar, farzandlarimiz ta'lim tarbiyasiga beparvo bo'lmasligimiz, ularni o'z vaqtlarini to'g'ri, solih, foydali amallar qilishga sarflashni o'rgatishimiz kerak. Ayniqsa shu kunlarda ularni hur diyorimizda ilm maskanlari eshiklari kasb hunar egallash uchun ochib berilganda vaqtni g'animat bilib, barcha diqqat e'tiborlarini chuqur bilim olishga undashimiz darkor bo'ladi. Chunki bugungi kunimiz va porloq kelajagimiz ana shunday salohiyatli farzandlarimiz qo'lidadir. Inson hayotda o'z oldiga ma'lum bir maqsadni qo'ygan bo'ladi. Ana shu maqsadga erishishda vaqtdan va o'z imkoniyatdan o'rinli foydalanishni rejaga solishi ayni muddaodir. Vaqtni zoya qilish yo'lida ayrim kishilar tutgan yo'ldan mutlaqo yurmaslik, balki insonga berilgan vaqt va hayot muddati Alloh taolo tomonidan chegarali berilganini va uni o'z o'rnida ishlatish insonga hayotiy dunyo baxtini va oxirat saodatini topishi yo'lida asosiy vosita ekanini yaxshi bilishi kerak bo'ladi. Domla, juda to'g'ri ta'kidladingiz. Qolaversa, xalqimizda vaqting ketdi, baxting ketdi degan maqol ham bejizga aytilmagan. Shunday bo'lsa-da, odam tabiatan qiziq yaratilgan. Boyligini, mol dunyosini yo'qotsa, xafa bo'ladi-yu, vaqtini behuda bekor o'tkazayotganiga esa parvo qilmaydi. Achinmaydi ham. Vaholanki, Hasan Basri aytganlaridek, vaqtni zoya qilish kambag'allikning alomatidandir. Bu hikmatli so'zlar ayni paytda ham o'z ahamiyatini yo'qotmaganligini bugungi hayotimiz misolida ham ko'rish mumkin. Shu boradagi mulohazalaringizni radio tinglovchilarimiz bilan baham ko'rsangiz.
Oqil kishi vaqtga beparvo bo'lishi mutlaqo mumkin emas. Xasis odam mol dunyoga ziqna bo'lganidek, musulmon kishi ham vaqti bekor ketishiga rozi bo'lmasligi kerak. Inson ba'zan o'zi yashab o'tkazgan hayotga qaraydi. Hayoti boshlangan soatdan hisoblab, shuncha yil, shuncha kun yashabmana deydi. Lekin bu muddat unga bir kun o'tganga ham o'xshamaydi. Inson bu haqiqatni shu dunyoning o'zidayoq his etmoqda. Dinimiz vaqtni g'animat bilishga undab, sahar vaqtida ibodat uchun turishga buyuradi. Kunning avvalgi qismidan unumli foydalangan kishi qolgan qismini ham zoya ketkazmaydi. Buning uchun quyosh chiqmasdan ilgari uyqudan uyg'onish va bomdod namozini belgilangan vaqtda ado etish kerak. Rasululloh alayhissalom aytganlar: "Ey Allohim, erta sahardan uyqularidan turgan ummatlarimga barakot ato qilgin. Choshgoh vaqtigacha uxlash g'aflat uyqusidir. Boshqalar dunyosi va oxiratlari uchun qimirlab harakat qilib turgan bir vaqtda uxlab yotish hech durust emas." Rasulullohning qizlari Fatima onamiz aytadi: "Ertalab uxlab qolgan ekanman. Otam meni uyg'otib shunday deydilar: "Ey qizim, uyg'oning, g'aflat uyqusida bo'lmang. Alloh subhdan to quyosh chiqqunicha rizqlarni taqsimlab beradi." Demak, dangasa yoki dangasa emaslikni o'sha vaqtda uyg'onish yoki uyg'onmaslikka qarab bilsa bo'lar ekan. Bandaning zimmasiga yuklatilgan vazifalar uning vaqtini oladi. Lekin shu bilan birga u vazifalarni ado etishda vaqtlari ketsa ham undan ibrat va saboq olishlari mumkinligini eslatib qo'yadi. Hadis-i sharifda 5 narsani 5 narsadan oldin g'animat biling deyilgan. Keksalikdan oldin yoshlikni, betoblikdan oldin salomatlikni, faqirlikdan oldin boylikni, bandalikdan oldin bo'sh vaqtingni, o'limingdan oldin tirikligingni g'animat biling deya aytiladi unda. Bundan anglashiladiki, har birimiz boylik va salomatlikni, yoshlik, o'spirinlik damlarini keksalik kelishidan oldin g'animat bilmoqimiz lozim. Chunki vaqt tulporining shitobi shunchalar tezki, uning qanday o'tganligini ba'zida inson sezmay ham qoladi. Vaqt bu inson ega bo'lgan eng nafis, eng bebaho ne'matdir. Vaqt oltindek qimmatlidir degani emas, balki vaqt oltindan qimmatlidir deganidir. Chunki vaqt bu hayotdir. Hayot esa oltindan qimmatli. Qolaversa, yo'qotilgan oltin va boyliklarni yana qayta qo'lga kiritish mumkin. Yo'qotilgan vaqtni esa aslo qayta qo'lga kiritib bo'lmaydi. Yoqutlar topilar vaqtlar bilan, vaqtlar topilmas yoqutlar bilan. Ha, vaqt sotib olsa bo'ladigan mato emas, balki insonga faqat bir marta beriladigan imkoniyatdir. Berilgan ana shu imkoniyatdan samarali va barakali foydalanib bilmoqlik har birimizga nasib etsin. Aziz vohadoshlar, siz Surxondaryo radio kanalida ma'naviyat qalb ko'zgusi eshittirishini tingladingiz. Shuning bilan eshittirishimizga yakun yasaymiz. Dasturlarimiz esa